Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun biz sizlar bilan bosh miya qon tomir tizimida va havzalarida ishemik sindromlar to'g'risida so'z olib boramiz. Bunda bosh miya qon tomir stenozi va okklyuziyasi hisobiga ishemik o'choq rivojlanishi natijasida keladigan ma'lum sindromlar to'g'risida so'z olib boramiz. Bularga qaysilar kiradi? Bularga brachiocefal magistral arteriyasi, umumiy uyqu arteriya sindromi, umumiy uyqu arteriya bifurkatsiya sindromi, yana Hösler sindromi. Buni Hösler sindromini biz yuqori kaudal va o'rta arteriya sindromlariga bo'lib o'rganamiz. Keyin Wallenberg-Zaharchika sindromiga, uzuchoq miya sindromi, oldingi arteriya sindromi, o'rta arteriya sindromi va ortki arteriya sindromlariga bo'lib o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimiz